milliard dollar pulim bor. 6 milliard dollar. Hammasini berib yuboraman. Hammasini. Qo'lim bilan yelkamni o'zim orqamda, yelkamni o'zim qashlasam bo'ldi. Tushundingizmi yani? 6 milliard pulimni hammasini berib yuboraman. O'zim qo'limda yelkamni qashlasam bo'ldi. Mana bu holatdan biz juda katta ibrat olishimiz kerak. Biz asl ne'mat nima ekanligini bilishimiz kerak. Tushundingizmi? Kitobga tahoratsiz tegmaganday, nomahram qizlarga ham nikohsiz tegmaymiz. Yomon qizga yaxshi bola uchrab qoladi, yaxshi qizga yomon bola uchrab qoladi. Bu Xudoni bergan sinovi bo'ladi. Yaxshisiga yomonni sinov qilib beriladi. Agar menga o'zimga o'xshagan odam uchrasa, baxtli bo'lardim. Qiz bolani oldiga 10 ta soqchi qo'yib qo'ysang ham qo'l oyog'ini boylab ushlab turib bo'lmaydi. Qilaman degan ishini ko'zi bilan ham qilaverar ekan. Ko'zlari ko'r bo'lsa-chi? Xayoli bor u. O'zida bo'lsa. Ayolni qancha siqsangiz u qochib ketishga harakat qiladi. Qancha siqsangiz yo'q, ayol biz qo'rg'idan yaralganmiz. To'g'ri bo'la olmaymiz. Uni inobatga olishlik kerak. Chiroyli gapi. Bizdan foydalanish bilish kerak-da. Foydalanishni bilishmaydi erkaklar. Kalitni ber. Iltimos qil. Iltimos, kalitni bering. Boshingiz osmonga tegsa ham, oyog'ingiz yerda yursin. Yaxshi qiz. Davom ettiring. Sevgi bu? Sevgi ham biladi. Ha, bu haligi dengizni ta'riflash bilan barobar. Shu darajada bir bepoyon, misli yo'q tuyg'u. Qarashlar, unaqa bo'lgan yo'q, o'sha yerda yuribmiz, yerda betida osmonga chiqib ketganimiz yo'q. Yerda ekan kirib ketganimiz yo'q, shu betida yuribmiz-da. Shu bandasi qo'llashdan kelmaydi. Xudo bor qilgan bandasi xor qilmaydi hech qachon, to'g'ri. Muhabbat mukammal, muqaddas tuyg'u. Uni qalbimiz to'g'rida ardoqlashimiz kerak. Amakim aytganidek, muhabbat faqat quvonch bag'ishlamaydi. U qurbonlik ham talab etadi. Aytishadi-ku, agar inson biron nimani chin qalbdan niyat qilsa, butun koinot uni shunga yetishtirish payida bo'ladi deb. Sevaman degan odamni ko'p yolg'onchi bo'ladi. Haqiqiy sevgan odam sevaman deya olmaydi. O'sha sevgan bo'ladi aslida. Jinslik hayvon bir-biriga qo'shilganini ko'rganmisan? Yo'q. Bir jinslik it bir-biriga qo'shilganini ko'rganmisan? Yo'q. Atrofga qaragin-mi? It qilmaydigan, hayvon qilmaydigan ishlarni erkaklar qilyapti-da. Qo'shtirnoq ichidagi erkaklar albatta. Qog'ozdagi erkaklarning o'zi o'shalar qilyapti. Shuning uchun buzg'unchiliklar nimadan kelib chiqadi? Ruhiy tarbiya yo'qligidan. Diniy ta'limot yo'qligidan. Beraman. Biror bir uyga kiring. Bu yerda faqat baxt, muammo yo'q, maza qilib yashashyapti degan uyni menga topib bera olmaysiz. Hikoya bermoqchiman. Bir ayolning hikoyasi. Bu hikoyani eshitib men juda maza qildim. Bir ayol bo'lgan ekan. Xullas, u ayolda bir bolasi bo'lgan ekan.
Allohning qadari bilan vafot etibdi. Endi haligi ayolni isyon qilishini men sizga hozir ta'riflab bera olmayman. Shu darajada isyon qilib ketdi. Yani o kadar isyon qilganki, hatto o'sha jinlarga, jinkash folbinlarni oldiga boribdi-dagi o'g'limni qaytaraylik. Nega o'ldi? Nega o'ldi? O'lish kerak emas edi. Buni o'rnida men o'lsam bo'lmaydim degan har xil bir isyonlarni qildi-da endi. Haligi har xil haligi o'sha folbinlarni, jinkashlarni oldiga tushib qopti. Men ku aktyordirman. Sahnada rol o'ynashga majburman. Lekin sizlarchi? Meni bachkana, bema'ni, masxaraboz deb ataysizlar-ku, lekin o'zingiz Instagram, TikTok degan masxarabozlikning uyasida bachkanalashib ketayotganingizni sezmayapsiz, azizlar. O'sha bema'no, mantiqsiz videolaringizni internetda ko'z qilishga hatto uyalmay qo'ydinglar-a? Ha, qo'sh tirnoq ichidagi jonli efirlaringizni-ku aytmasa ham bo'ladi. Oldingizda men ham masxaraboz bo'lmay qoldim. Chunki mendan o'zib ketdingiz.